Hi everyone, welcome to the Language Training Center video classroom, and today we will learn English alphabet. Sağdaşlar yaxshimizlar? Biz bugundan boshlab hamda o'sha ingliz tilining elifbasini o'rganishni boshlaymiz. Hamda bizningki bu g'aysin darsligimiz 2 oydan buyon. Bizningki abdiy ta'limimizda torbat, onundan sırt tanışın darsxonalarda qo'yilib o'tadi. Hamda hozirgacha nurg'unlagan nayt yaxshi fikrlarni, inkaslarni topshirib oldik. Hamda shuning ichida nurg'un savodashlar bo'lsam o'sha ingliz tilining elifbasi deganda hamda masalan harflarni, tovushlarni bir sistemli so'zlab bergan bo'lsa degan talablar bo'lib ekan. Hamda savodashlarning shu talabiga binoan shuningga asosan biz shu English alphabet degan shu sin darsligini ta'sis qildik. Hamda bu darsligimizda asosan ingliz tilida intayin asos bo'lgan masalan 26 harf deymiz, onundan sirt tovush xalqaro birlikka kelgan. Onundan sirt har xil muhim bo'lgan grammatika va yoki so'zlik nuqtalari so'zlanadi. Amsa shu bugundan boshlab bu savodashlarniki va yoki yangidan nol saviyadan boshlagan savodashlar bo'lamdi va yoki hozir bir mezgil o'rganib, onundan sirt masalan ingliz tili asos jihatda azroq qiynalayotgan, toza aniq tushunolmayotgan savodashlar bo'lsa, bizningki shu darsligimiz intayin mos keladi. Bu asosligi nol saviyadan boshlanadi. Alright. Aniqda bugungi darsimizda avval shu English alphabet, hamda ingliz tili elifbasi. Hamda biz boshlang'ichga kirganda elifbadan boshlab o'rgangan. Shunami? A, I, O, U deb. Shunami? Hamda ingliz tilining o'xshashlar qanday desanglar, shuning o'xshash harflar bor. Shunga alphabet. Bu English alphabet deymiz, Uyg'urcha nima deymiz? Desanglar elifba. Shunami? Elifba. Shunga onundan andin phonetics, hamda phonetics demakchi shu talaffuz qilish qoidalari bor. Shunami? Shularni tafsiliy o'rganib chiqamiz. Aniqda bugungi darsimizda shu English alphabet deganni o'rganib chiqmoqchi. Aniqda avval intayin muhim bo'lgan bir narsa qarab boqaylik sog'lashdan. Sog'lash masalan ekrandagi so'zni qarasanglar, buni nima deb o'qiymiz? To'g'ri. Hamda masalan ingliz tili o'rganib baqqan ko'pincha savodashlar biladi. Bu nima desanglar, name deb o'qiymiz. Biroq hamda shu ingliz tili o'rganib baqqan faqat hamda shu ingliz tilini o'qib baqqan savodashlar bo'lib qolsa, buni balkim nima desanglar, ilgirki hamda yangi yoziq bo'yicha buni nomi deb o'qiydi. Nomi deb o'qiydi. Okay, nomi deb o'qiydi. Shunga hamda bu qanday desanglar, masalan yozilishi ilgari latin tillari yozilgan Uyg'ur tili bor emasmi? Shuning asosiga o'qsak nomi deb o'qiymiz. Lekin endi haqiqiy o'lchamdagi inglizcha o'qsak nima desanglar, buni name deb o'qiymiz. Name. Okay, name. Demak, hamda ingliz tilida qarasanglar bu mush so'zning ko'rilishga bo'ladi. Hamda buning oxiri i'ni qanday qilmaymiz desanglar, talaffuz qilmaymiz. Birinchisi N harfi, ikkinchisi A harfi. Shuni A deb talaffuz qilamiz. Bu nima? Name. Qoida bo'yicha oxirgi i'ni qanday qilmaymiz? Talaffuz qilmaymiz. Hamda bu ingliz tili qanday til desanglar, xuddi otni eshakni ot deb talaffuz qilgan tilchi. Hamda meni demoqchi bo'lganim bu yerda yezilishi bir xil, o'qilishi yana bir xil. Shunga shu savolashlar birinchi bo'lib shu til o'rganganda diqqat qilgan nuqta nima desanglar, shu o'qishni o'rganish kerak. Qanday o'qishni-chi? Bizningki hamda burunqi hamda yangi yoziq bo'yicha o'qisak toza yaxshi bo'lmaydi. Masalan, mening dadammi nayt erqatimda edi-chi, voy men ingliz til o'rgansam, nayt ishtik tez o'rganib olayman. Men harflarni o'rganganda edi-chi. Demak hamda lekin hamda burunqi hamda Uyg'ur tili, latin tili harfida asoslangan Uyg'ur tili bilan ham ingliz tili qanday desang o'xshamaydi. Farqli. Shunga mushning kelganda qanday desanglar, mushni cho'qim o'rganishimiz kerak. Siz qaranglar. Mana ustirga nima desanglar, so'z shunami? Bu so'zlar nima bilan tuzilgan desanglar, harflardan tuzilgan. Bu qaysi harflar desanglar, masalan N, A, M, E,
Okay. Endi bu şu 4 harften tuzilgan. Endi bu aşılan nima deymiz sanlar? Harf deymiz. Ona da endi bu tegrikin ço'risanglar, masalan, baliq tırnaq ichiga yoki manta, yanto belgisiga yozilgan nima bor emasmi? Ular nima dersanglar? Tovushlar. Bu tovushlarga nima dersanglar? Odatda go'jin bu yoqda qo'yamiz, xalqaro birlik kelgan endi inglizning transpekiyasi. Okay, sal uzun söz hem de. Bunu manda zagırnan til bilen aytganda, hem de hanzutluga insanlar hanzutçının piyinisi var emasmi? Demek hem şu İngilizcenin piyinisi desanlar bo'ladi. Tushundingmi? Demek hem de maxsus bu ishlarga o'qib beradigan, o'qish uchun xizmat qiladiganlar. Okay. Demek hem de bu yozilishi nima ekan? O'qilishi name. Okay, name. Buni deymiz, name deymiz. Okay, hem de masalan chet elliklarmi odatda Uyg'ur tili o'rganganda nima dersam, o'sha xalqaro birlik kelgan ta'lim sistemasi bor, shuning asosida o'rgandik. Ilgari mening bir amerikalik bir do'stim bor. Ommo nima dersam, bir kitobni ko'tarib kelibdi. Bu Harvard universiteti kutubxonasida o'rgatib kelibdi ekan. Buni qarsam biz Uyg'urda, masalan, bu nachpol deganda bu nachpol shu xalqaro birlik kelgan tovushlar bilan ifodalabdi. Bu bunda bo'lgani qanday desanglar, bu o'rganishga oid oson ekan, ishni o'qiy olar ekanda endi. Demak, endi buni o'rganib olsanglar, keyin yana boshqa til o'rganishga cho'qim qanday desanglar asqadi. Şoňa bugün harf sözleymiz. Yana bir iki qitimliq darsdan keyin şu tavuşlarga kelimiz savodaşlar. Şoňa üstürik ama söz nima harflarni tuzilgan, tegrik nima desam, şu tavuşlar. Demek ki o'qish qoidasi. Şoň şunu bir arab alsanglar. Alright. Anaqda ko'rdingizmi bu markalarni? Va, qarasanglar, naytdi, qarasak qarg'imiz keladi, shundanmi? Okay. Bu hammasi nima desanglar, bu dunyodagi eng dangliq her sahadaki, her kasbdaki dangliq markalar. Demek endi mushlarmi nimadan tuzilgan desangiz, bu har xil harflardan tuzilgan. Shunami? Shuningga o'xshash, endi biz shu bugungi darsimizdagi shu harflar bilan birlashtirib, endi shu markalarni ham o'qish, qanday o'qiymiz, mushlar bilan tan qanday qilamiz desangiz, mashq qilamiz. Xo'sh, endi qaranglar. Endi bu ingliz tilidagi 26 harf bor. 26 harf. Qarasanglar, 26 harfniki mana cho'ng kichik yozilishlar bormi yana? Mana yendiki cho'ng yozilishi, yana birisi nima desanglar, kichik yozilishi. Kichik yozilishi. Masalan, buni qarasanglar nima? Birinchi harf nima ekan? A. Okay, endi bir o'qib o'taylar, bu harflarni. Birinchisi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya kimde bakayım sana Z. Endi bu 26 harfniki endi ingliz tili qancha uzuk tovush harfi, so'zuq tovush harfi deymiz-ku. Endi mishara 5 tane so'zuq tovush harfi bor. Okay, so'zuq tovush harfi. Endi bu so'zuq tovush harflaridan qarasanglar, nima desanglar, boy ko'riq shunama, 5 va shunaqa A, E, I, nima? O, eng og'riqsi U. Endi bu so'zuq tovush degan nima desanglar, bolalar. Mandaqcha aytganda, biz talaffuz qilgan vaqtimizda bizningki shu o'pkimizdan chiqqan havo, bizning har xil talaffuz qilish organlarimiz bor. Masalan, tilimiz deymiz, uniki demoq deymiz, har xil golninki, har xil kichik til bu deymiz. Shunami? Bu talaffuz qilish organlarining to'salg'isiga uchirmaylan qanday desang, talaffuz qilganlar. Masalan, A, E, I, hargiz A degan o deymiz shunami? Demak, endi shunga o'xshash talaffuz qilgan vaqtingizda qanday qilmaydi, to'salg'iga uchirmaydi avval. Demak, A, E, I, O, U. Okay, boshqa tovushlarcha. Deb tushunami? Masalan,
Demek hem de mesela ya tilimizdeki, ya kişimizdeki, ya mesela lavlarimizdeki to'solg'u uchraydi. Şu an bunu nima deymiz? Mesela üzük tavuş deymiz. Üzük tavuş, üzük tavuş harflari. Ma'olchu so'zuq tavuş harflari. Demek 5'ini bilib oldingmi? A, E, I, O, U. Alright. Hamda birinchi tavuş. Birinchi tavushni chiqib qoldi. A deb o'qib oladi. A emas, buni lekin o'zgartinglar. Bu nima emas? A emas. Okay. Buni nima deb o'qiymiz? A. Alright. O'qib beringlar. A. Okay, endi buni nima deb o'qiymiz? Sanglar. A. Yaxshi. A. Masalan, buni o'xshash markalar qarab boqaylik. Endi bu birinchi marka nima desanglar, bu kompyuterning markasi ekan-ku. Endi o'qib boqaylik savolashlar. Birinchi harfi nima ekan? A. Shunama, ikkinchi harfi C, uchinchi harfi E, to'rtinchi harfi R. Okay. Endi buni qo'shib o'qganda nima desanglar? Acer. Okay, Acer. Endi bu Acer bu bir kompyuter elektr mahsulotlarniki markasi, Tayvanninki. Tayvanlik bir shirkatning nomi. Buni Acer deymiz, Acer. Okay, demak endi ana birinchisi A o'qiydi ekanmiz nomi Acer. Alright, endi macho. Buni balkim bilmaydigan odam yo'qdir. Shu nomi bu Adidas. Buni o'qiganda nima? Adidas. Okay. Endi bu harflarni o'qib boqinglar. Birinchi harf nima? A, ikkinchisi D, uchinchisi I, D, A, S. Yaxshi. Adidas. Nayt yaxshi. Adidas. Endi Adidas nima markasi? Chiq bo'ldi Amerikaning deydi. Yo'q, Amerikaning emas, nima? Germaniyaning markasi. Germaniyaning markasi. Adidas. Adidas emasmi? Adidas. Ama ayning yana bir ichir bo'lganda deb o'qilishi bor. Buning keyingi tavush talaffuz qilish tartibimizda night aniq tafsiliy so'zlaymiz. Nima? Adidas. Good. Answer macho. Okay, mana nimani bilsa Arman nima? A R M A N. Demakchi Armanning markasi. Okay, A. Demak hamda bu birinchi harf nima ekan desanglar? A. Nabaqinglar? A. Hamsa mana so'zni o'qib beringlar. Birinchi so'z nima ekan bolalar? Birinchisi C, lekin hamda talaffuz qilganda ko'pincha k deb talaffuz qilindi. Shunimi? Ikkinchisi A, K, shunami? Yana birisi Okay, demak cake. Ayt yaxshi, cake. Arada men ingliz so'zdagi va oxirdagi i ni qanday qilmaymiz desanglar, talaffuz qilmaymiz. Bu nima bo'ldi? Cake. Ayt yaxshi, cake deganimiz nima? Tort. Ma harf nima edi? A harfi. Shunami? Endi ma keyingisi birinchisi shunami? A, K, B, L. Okay, table. Okay, table deganimiz nima ekan? Ustal ekan, shunami? Okay, harf A. Okay, yaxshi. Cake. Yani table. Okay, table. Okay, endi keyingi harf nima desanglar? B. Yaxshi, B. Okay, endi B harfi. Shunami? Ama B da jiqla xatolashib ketmaysizlar. Endi qaranglar, buni nima deb o'qiymiz? B, C. Okay, BBC. Okay, BBC. Demak British Broadcasting Corporation. Nima desanglar? Angliya yoki Britaniya radio televiziya shirkati. Bu dunyoviy intayin dangliq bo'lgan shu radio televiziya shirkati BBC News, BBC xabarlarida bo'lganmi? Okay, BBC. Okay, anda bu marka nima desanglar? B harfi bor nima? B U G A T T I. Okay, Bugatti, right? Ko'rdingmi? Kishi oqsa mashinalari. Okay, Bugatti. Okay, bu nima desanglar? Okay, macho. Okay, mana balki men mana bilsa, Mercedes Benz. Demakchi, B harfi bor ekan, shunami? Mercedes Benz. Okay, B. Nima ekan? B. All right, wow, what about this? Bu nima desanglar? B shunami? B M W. Okay, mana o'qanda nima? B M W. Okay, endi mana V deb o'qimaymiz, W. Harf bo'yicha o'qanda W.
BMW. Yaxshi, bu ishdan o'chirma B harfi bor. Tushunami? B. Amsa bu so'zni qaranglar. B ga masalan ma'ni bag. Okay, birinchi so'z nima ekan? Bag. Bag deganimiz nima? Masalan, sumka. Bag. Keyingi ma'nosi book. Okay, a book. Nima? Shu B harfi. Tushunami? A book. All right. Ara book deganimiz nima? Masalan, kitob. Bag degan jo'da masalan sumka. All right. Bag. Yani book. Demek ikkinchi harf ingliz tilidagi B.